Bu ham qo'shimcha daromad manbai sifatida olinganida. Xudo berib mana tug'di. Eng o'lik bozorda ham 500 ming so'm turadigan quyoningiz 6 ta, 5 ta, 4 tadan tug'ib tursa, shunaqa quyondan sizda o'rtacha 10 ta bo'ladigan bo'lsa, nasib bo'lsa qo'shimcha daromadda bu ham. Katta kletkada ikkita quyonimiz bo'g'oz, tug'ib turaversa, menga tushib turaversa, nima kerak yani, oshda ishi yo'q. Qiladigan mehnatingiz shuni, suvini, donini berib qo'yish kerak, vaqtida qarab qo'yish kerak bo'ldi-ku. Erini rangi ham bir xil. Qon tug'ib tursa, menga qarang ko'payib tursa, kurgovoy chaqpalaga aylanib turaversa, oz-ozdan bo'lsa ham zato doimiy daromad bo'lib turaversa. Nima kerak yana? Xudoga shukrda aytib mehnat qilib savob qilsa bo'ldi. Bu tomonda kredlarimizni o'rnatdik. Deyarli bitta. Buni ham bitta katta afzal qilaman. Nasib bo'lsa YouTube kanal ochdim. Mendan oldin bo'lsa bir ochib yurgizayotgan ekan shaharlik fermer deb. Men u meniki emas. Bitta katta masshtabli video qilamiz. Xudo xohlasa bu tomon nasib bo'lsa bu yerda bitirish jarayonida aytib yurmasa decha vaqtim yetmayapti. Sekinmay turasizlar. Amadinkalarni valyerini haqiqiy Amazonga qilmoqchiman. Bugun gulga borganda decha ulgurmadik. Biz aytgan gullarni topa olmadik. Nasib bo'lsa ertaga quvaga borib, daraxt, gul, osilchoq daraxtlarni olib kelish niyatda tutib, xudo xohlasa, xudo nasib qilsa. Ko'rganda yana shu wow deb mazza qiladigan proyekt qilmoqchiman, xudo xohlasa. Shunaqa quloq kalta, rangi dona-dona quyonlar hozir yaxshi sotilyapti-kan. Aytishlari bo'yicha men ham tavakkal boshlaganman.